Selam dostlar, top 5 topşırığı öz işini devam ede. Yaş blogerlar kalem bilen kağız alığız da ekranlar yanına kiligiz. Çünkü bugün men sizni top 5 en kızıklı Insta storieslar için qo'shimtalar bilen tanıştıracakmın. Gittik. Menimcha, bugungi birinchi qo'shimtamiz barliq telefonlarda da bor. Chunki u InShot deb ataladi. Ham unda videolar gina tugul, storieslarda esa bo'la. İkinci qo'shimtamiz Story Art deb ataladi. Bu qo'shimtada turli fotolardan kollajlar yasab bo'ladi. Ham shunisi qiziq, kollajlarning tuslarini da o'zgartib bo'ladi. Uchinchi qo'shimtamiz Moja deb ataladi. Ham bu qo'shimtada sizning storieslaringiz harakatlana olacak. Ham shunisi qiziq, bunda to'lovsiz dizaynlar bek ko'p, ham fotogina tugul, videolarda qo'yib bo'ladi. Do'stlar, 4-chi qo'shimtamiz Moja deb ataladi. U 3-chi qo'shimtaga bek o'xshagan, lekin bu qo'shimta 2019-yilda dunyoga kelgan. Hamda muzika ham videolar uchun fishkalar tag'inda ko'proq kirib qarag'iz. Do'stlar, 5-chi qo'shimtani siri deb aytam. Chunki bu qo'shimtani barliq populyar Insta blogerlari sirda tutadi. Men bugun sizga so'zlashacakman. U Insta Stories deb ataladi. Bunda storieslarga qiziqli animatsiyalar ham muzika qo'yib bo'ladi. Ham shulay u Play Marketda da, App Store'da da bor. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Shayan TV akkaunt ortidan kuzatirga unutmag'iz. Bugunga men sizning bilan sog' bo'lasham. Kelasi shoshlarga qadar sog' bo'ling'iz.